90% odamlar olma sirkasi o'zi aslida nima uchun ichilishini bilishmas ekan. Juda ham ko'pchilik ayollar olma sirkasini ozish uchun ichaman deb o'ylashadi. Lekin buni eng katta foydasi ichaklar uchun hisoblanadi. Tabiiy olma sirkasi ichak faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi, ovqat hazmini yaxshilaydi, oshqozon kislotasini tabiiy ravishda faollashtirib beradi. Ovqatdan keyingi og'irlik, dam bo'lish hissini kamaytiradi, ovqatlangandan keyin tez och qolib qolish hissini ham kamaytirib beradi. Eng yoqadigan taraflardan biri menga insulin rezistentlikda juda ham yaxshi yordam beradi. Agarda ichaklar sog'lom bo'ladigan bo'lsa, bu demak yaxshi metabolizm va vazn nazorati juda ham oson degani. Tabiiy olma sirkasini asosan 1 stakan iliq suv, ko'pincha men issiqroq qilaman. 1 stakan iliq suvga 1 qoshiq tabiiy olma sirkasi aralashtirib, ovqatdan 15-20 minut oldin ichiladi. Men o'zim va oilam uchun Renoblog profilidan buyurtma qilaman, sababi bular ancha yillardan buyon tabiiy olma sirkasi ishlab chiqarishadi va butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatini ham yo'lga qo'yishgan. Agar siz ichak salomatligi, metabolizm va sog'lom ozish haqida oddiy ma'lumotlarni bilishni istasangiz, albatta blogimizga obuna bo'ling va foydali storieslarimizni o'tkazib yuboring.